Xo'sh, mana o'zi shahardan juda ham ajoyib kvartira zakaz qildim, ya'ni band qilib qo'ydim. Juda ham arzon va juda ham qulay va ishlarga juda ham yaqin. Aytgancha, barchaga salom do'stlar. Mana ismim Shahis va mening video roligimga xush kelibsizlar. Bola obunachilar yaxshimisizlar? Bola mana so'rasanglar barchasi joyida va ajoyib. Hop, ko'rishlar mumkin. Bola agarda ko'rmayotgan bo'lsanglar, nima bo'lganda ham bola, men hozir shaharga ketmoqdaman. Shaharga borib nima qilasan, Shahis deydiganlar bo'lsa, bola men shaharda ajoyib ishlardan gaplashib qo'yishim kerak. Mer bilan ham gaplashdim. Xo'p, shaharga borib ish ko'rib kelchi. Senga ma'qul bo'lsa o'sha shaharda yashashing mumkin dedi mer. Bilasizlar, mer bilan oldin ishlardim. Balki mana endi qolgan videolar shaharda bo'lishi mumkin bolalar. Mayli, nima ham derdim. Xo'p, ozginagina pullarim bordi bu yerdagi pullarni olaman va xo'p, nima kerak ekan bolalar? Bizga menimcha mana bunaqa o'tkir tig'lik narsalar kerak emas deb o'ylamayman. Sababi bolalar bilasizlar, men shaharga ketmoqdaman. Shaharda har xil odamlar bo'ladi. Nima ham derdim, juda ham hozir eshikni ochaman. Mayli. Juda ham zo'r havo obunachilar. Menga misol uchun yoqyapti. Izmirotlar, bularchi. Mayli, nima bo'lganda ham hozir men mana buni yopishim kerak, bilasizlar. Va eshikni qulflab qo'yishim kerak, hech kim kirmasligi kerak, ishlar ko'p. Xo'p, hech nima qolmadi adashmasam. Notebookim qolaversin, mayli, nima bo'lganda ham. Ketdim, uydagiz ketdimi? Ajoyib. Quyosh kuydirib tashladi-yu mana bu. Quyosh bo'lmaysan ham. Yaxshi. Ketgan bo'lsa juda ham ajoyib. Bo'lmasa hozir eshikni qanday qilarsam bo'lar ekan? Nima? O'z zombilarga eshikni ochish mumkin emas-ku. Yo, mana aqlli zombi mana axir. Mayli, nima bo'lganda ham. Yaxshi. Mana ajoyib. Mana endi hozir do'stlarimni chaqiraman. Xo'p, kakras notebook bor ekan. Va nihoyat bolalar, mana biz o'sha ish topib beradigan odam, ya'ni adminning oldiga keldik. Bolalar obunachilar, mana ko'pchilik bilmasa kerak, admin ish topib beradimi deysizlar. Albatta ish topib beradi va bizani o'yinchilarni shunaqa qo'llab-quvvatlaydi. Menga o'xshagan shunaqa youtuberlarni ham qo'llab-quvvatlash kerak. Bilmadim nima bo'lganda ham. Xo'p, bolalar, qaranglar, adminni shinamgina oddiygina kamtarin xona. Admin kirsam bo'ladimi? Albatta, kiraver. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, Shahrismisan? Albatta. Kakras seni kutib o'tirgandim. Kel, o'tiraver. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va hujjatlarni olib keldingmi? Albatta, hamma hujjatlar mana joyida va qo'limda. Okey, hop, ko'rsam bo'ladimi? Xo'p, mana ko'rish mumkin. Mayli. Hop, yaxshi. Yoshing, yoshim yozilgan. Bo'ldi. Okey, turar joying, turar joyim ham yoziq, adashmasam. Jim tur, bilaman 13-qishloqda ekan. Xo'p. Qisqasi, yaxshi. Hunaring bor, normalniy bolaga o'xshayapsan. Qo'limdan kelgancha, bilasiz-ku. Ko'p gapirar ekansan-da. Uzr, mayli. Okey, mayli. Nima bo'lganda ham mayli. Senga ishlar to'g'ri kelmoqda, ammo ish bo'sh joy o'rinlari bormikan, yo'qmikan bilmayman-da. Ko'rib bersangiz juda ham zo'r bo'lardi lekin. Mayli, ko'rib beraman. Xo'p, sen bir haftadan keyin kelishing kerak, xo'pmi? Javoblarini bilishing uchun. Xo'p. Aytgancha, nima desam bo'ladi? Oddiy ishlar bo'lsa ham mayli. Nima desam bo'ladi? Ishlayveraman, chunki qishloqdagi ish vobshe eng oddiy ish. Mayli, nima bo'lganda ham shu. Xo'p, admin sizga katta rahmat vaqtingizni ajratganingiz uchun. Mayli. Yordamim kerak bo'lsa yana ayt yoki mer yaxshimi o'zi? Albatta, mer yaxshi. Xohlasangiz menga telefon qilib beraman. Yo, kerak emas. Nima bo'lganda ham mer yaxshimi? Bunaqa yomon ishlar qilmayaptimi? Bilasan, o'zi shunaqa. Ko'pchilik merlar shunaqa juda ham yomon bo'ladi. Yo'q, hammasi yaxshi. Mer juda ham yaxshi. Mayli. Nima bo'lganda ham o'sha sen meni binoyimni bilasan, xonamni bilasan va men ham seni taniyman, sen ham meni taniysan. Qarochi, nima bo'lganda ham muammolar bo'lsa kelaver. Xo'p, mayli. Bola obunachilar juda ham aqlli deyapman. Juda ham mehribonda. Aqlli deyishimni qaranglar, nimalar deyapman. Mayli. Nima bo'lganda ham mayli, senga sog' salomat bo'l. Qarochi, senga javob. Xo'p, mayli. Okey, xo'p. Yana bir bor assalomu alaykum va xayr. Kelaman, xo'pmi? Albatta. Aytgancha hujjatlarni olib ketmaysanmi? Qolmaydimi hujjatim?
Ha, mayli, hujjatlaring soxtami yo'qmi tekshirishim kerak, shuni ham yaxshi eslatding. Xo'p, mayli. Xo'p, mayli. Okay. Valloh birinchidan mana ko'rishinglar mumkin. Mana bu admin juda ham zo'r. Buni qaranglar. Bu yerdagi xona oddiy qishloqlar uchun qilingan. Bu yer esa admin uchun juda ham ajoyib. Eshikda o'ynama. Voy, uzr. Valloh obunachilar uzr so'rayman. Mayli, xo'p, mana bu yerda qishloqlar, bu yerda ham qishloqlar uchun, adashmasam, bu yer ham qishloqlar uchun. Mayli, nima bo'lganda ham yaxshi. Xo'p, chiqish joyi qayerda edi-ya? Chiqish joyi, voy, zina qayerda edi? Buni qaranglar, juda ham eng balandida yurib turibmiz, buni qaranglar. Eng baland qavatda biz hop tutaylar ko'rsataman. Hoppa, mana ko'rishinglar mumkin, juda ham baland, tushib ketsa odam o'ladi. Nima qilyapsan? Kalla joydan chiq. Xo'p. Voy, chiqolmayapman. Ey, men. Men shishani endi bo'z, to'pay. Mayli, to'g'rilab qo'yasizlar, xo'pmi? Uzr so'rayman lekin. Mayli. Yangimisan deyman, qishloqdan keldingmi? Qadan bo'libdi ekan qishloqdan kelganimni. Qishloqdan keldim. Mayli, ko'rib turibdi, mana o'zi. Zinani topolmayapsan, bilasan, zina qandaligini bilsang kerak. Bilaman. Xohlasang lift bor, liftdan tush. Yo'q, zinadan tushaman, liftdan tushib qilaman. Lift yana kim qanaqa bug bo'ladi, yana bir nimalar bo'ladi, bola nima kerak? Hop, bu yerda ishlar bo'lmoqda, bu yerda qanaqadir odamlar, qishloqlar, bu yer juda ham gavjum. Nima bo'lyapti bu yerga? Ba'zim bo'lyaptimi, ba'zim u Jamshid. Bola, qayerdan o'tsam ekan, qayerdan kiruvdimman, esimdan chiqib qoldi. Mana bu yerda adashmasam, mana bu yerda ekan, voy. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Voy, mana bu yerda ekan, ba'zir topdim. Buni qaranglar bolalar, bulutni ko'rishinglar mumkin, bulutgacha vashshi. Tom 2 metr oyoqdagi betomni nimadir deydilar, balandlik 2 metr deydilar. Mayli, nima bo'lganda ham bolalar bilan chilam, buni qaranglar. Adminni binosi juda ham katta, bolalar bilasizlar. Nimaga liftdan tushmading deydiganlar bo'lsa, bolalar lift ayniqsa adminni oldida va shunaqa gavjum joylarda lift har doim bug bo'ladi va bilasizlar, lift ishlamay qoladi. Shunaqa ishlar, shunaqa gaplar. Mayli, qancha bor. Shu zinadan tushgunimizcha bolalar bizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Men barchalaringizni yaxshi ko'raman va bola tushib bo'ldingmi? Yaxshi. Va bolalar esingizdan chiqmasin, obuna bo'lib qo'yish. Mayli. Tushunmadim. Adminni binosi bu yer bo'lsa, men assalomu alaykum o'tibdi. Vashshayu bolalar, vashi mashinalar ko'p, juda ham vashi odamlar ham ko'p, gavjum yer. Juda ham ajoyib shahar bo'laman, qaranglar, to'g'risini aytsam. Aldamayman bola hech kimni. Bunaqa o'qimayman, o'tib ketaman mana bu yerdan. Mana shahar juda ham go'zal, ajoyib bola, shaharlarni qaranglar, juda ham zo'r. Mana o'rdimda. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Men shaharga yangi keldim. Yaxshi, nechanchi qishloqdan kelgansiz? Qishloqdan kelgan qadar bildingiz? O'zi shahar bo'lsa, qishloq bo'lsa, shaharga yangi kelgan bo'lsangiz, qishloqdan kelgan bo'lasiz. To'g'ri. Mana 15-qishloqdanman. Mayli, men 13-qishloqdanman. Ajoyib, qishloq qilar ekanmiz. To'g'ri. Mayli, men ishlarim bor edi. Mayli, men ham ishlarim bor, shahar juda ham zo'r bilsangiz agar. Mayli, sog' bo'ling. Xo'p, mayli, sizlar sog' bo'ling. Mana vaqtimni olyapsiz. Mayli, bola, mana bu yerda adashmasam bir safar kelgandim ish bo'yicha bolalar. Kimni esida bor? Kimni esida bo'lsa tez like bosinglardan chiqmasin va mayli, hozir taksi to'xtatib uyga borishim kerak. Taksini bu tomonga o'tib to'xtataman, bilasizlar. Mayli, taksi to'xtatib uyga borganimdan keyin ko'rishamiz. Men qishloqqa keldim bola. Bilasizlar, bizning katta yo'limiz, ya'ni taksistlar o'tishadigan yer mana shu yerda. Bu yerga kirmaydi, chunki bu yer loy, tuproq bo'lyapti bola, bilganinglardek shunaqa gaplar. Bola, mana ko'rishinglar mumkin, biz admin bilan ko'rishdik. Admin bizga juda ham yaxshi gaplar gapirdi va bizga ish topib berishi aniq bo'ldi. Juda ham ajoyib. Nima bugun juda ham chumadim. Kim qilgan bo'lishi mumkin? Bola, hozir zombilar yo'qdi. Qanday paydo bo'lib, voy, mana FPS'larim. Yo, chumadim. Qorin o'chir. Voy, qaysing gapiryapsan? Qayerda kanalga bola, bilaman, mana bu yerdan chiqmayapti, bu zombilar gapirishni bilmaydi. Mana o'sha, sen uying endi, men uyim. Tushundingmi? Mana bazam, hech kim kela olmaydi. Tushunmadim, hozir mer bilan bir gaplashib ko'raydi. Bola, obunachilar nimalar bo'lyapti? Voy, mana kompyuterlarim dur qilyapti-yu. Vashshi bola, hozir bir mer bilan gaplashmasam bo'lmaydi. Mer, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Ha, yaxshi kelding. Bor buni qarang. Sen uyingni qulflab ketsang bo'lmaydimi? Qulflab ketuvdim, mana kaltlari ham mana hozir mana turibdi. Qanday qilib ochgan bo'lishi mumkin? Bilmadim. Hozir qanday qilib buni yengsam ekan bulardan? Endi bir nima qilib ilojini top, va bilasan yenga olmayman. Hozir ishlar bor bilasan. Juda ham ko'p kuchaytirib olibdi, menimcha. Bilmadim nima bo'lganda ham. Bizani omborxonadan arojalarni olganmi deyman-da. Bir tekshirishim kerak, mayli bo'lmasa mer. Xo'p. Ishqilib omborxonadan olgan bo'lsin, bolalar mani pulimga tegmagan bo'lsin, agarda men pulim topgan bo'lsa, mana shu juda ham rasvo bo'ladi bolalar. Ishqilib tushmadim. Bolalar teginmabdi. Bu degani mani pulimni 100 tali ishlatgan va mana vayron qiladi bu shuncha yig'ilgan pullarim. Hozir ko'rsatib qo'yaman men bu zombilarga. Qanaqa zo'r qilib otishni o'rgatib qo'yaman men bularga. Xo'p, mayli. Otishamiz desa otishamiz-da, bolalar, nimasi yomon. Mayli, hozir kelib suvchani ichib yuboraman. Yaxshi. Vashshe bor, juda ham zo'r. Men misol uchun juda ham xursandman, u aytgancha qo'y. Mayli bolalar. Bular men bilan o'yin qilibdi, mayli o'yin qilgan bo'lsa. Mana uyim. Tok urgani. Yo. Are you serious right now? Men shunga tushib ketadi o'yladinglar, bolalar. Yo, bolalar, men sizlarga vashsheda. Tushmadim. Oy, jonlarim ketyapti-yu. Mana. Nima otib bo'lmayapti bularni, tushunmadim. Nima otib bo'lmayapti? Nima otib bo'lmayapti bular? Nima bular otib bo'lmayapti? Gap buni qanday chiqsam bo'ladi? To'xtaylar. IQ-ni ishlatamiz hozir. Bam. Okey, yaxshi. Nimaga bularni otib bo'lmayapti va nimaga men to'xtaylar. Bola IQ-larni ishlataylik-da. Bular bilan bilmadim qanaqa gaplashish kerak, bilmadim. Mayli, nima bo'lganda ham bolalar nimagadir anov qilyapti. Men bularni otib bo'lmayapti. Buni qaranglar. Otyapman, otib bo'lmayapti. Bilmadim. Oy. Otordi. Ya bola. Bular bilan bir nima qilib gaplashish kerak, bolalar. Menimcha internet bug bo'lyapti, bolalar. Hammasi bilan otish kerak, mana bunday qilib otish kerak, hammasini otish kerak. Qarochi, nimaga o'lmayapti bular? Nimaga? Mana. Salani. Bolalar, buni qaranglar. Anovi bo'ldi. Nima edi? Nima bo'ladi? Bular yo'q bo'ldi. Menimcha bug bo'lyapti, bolalar. Nima bo'lganda ham hozir bir nima chiqishim kerak. Mana bu yerda ochib qo'ymagan. Qaysidir bo'lsa ham, qaysidir to'poy. Qarochi, tok kuryapti. Yo'q, hozir bolalar bilan bir boshqacha gaplashmasam bo'lmaydi. Bular men bilan yomon hazillashibdi. Bular bilan endi qanaqa hazillashishni ko'rsatib qo'yaman. Mayli. Yaxshi, ana yaxshi. Hop, bunday qilamiz. Hop. Yaxshi. Yaxshi. Xo'p, bular hozir shirib tursin, xo'p. Pistoletlar bilan nima kutib boshing katta ekan, tushunmadim. Yaqinlashma menga. Voy, meni notebookim voy, seni to'ppoy. Sen nimaga meni notebookim teginyapsan? Hozir menga otsang bilasan nima bo'lishini. Qisqasi bu meni uyim, tushundingmi? Uyimdan ket. Mayli bola, bu bilan hozir bunaqa gaplashib bo'lmaydi. Undan ko'ra bolalar bunday qilib yondirib yuborish kerak, muammoni hal qilish kerak bolalar. Men bilasizlar qolganlarga o'xshab cho'zib o'tirmayman. Nima ham derdim, mayli bolalar, bugun sizlar bilan men yana shaxs bo'ldim. Bolalar, ikkinchi obuna bo'lib qo'yishingiz esingizdan chiqmasa, mayli, sog' salomat bo'linglar.